Eyo, assalomu alaykum. Bugun video posterdan ko'rganingizdek, biz Westeros'dagi top 5 ta jangchi haqida gaplashamiz. Bu qanaqadir o'ringa qo'yilmagan, ya'ni bunda hammani o'zini subyektiv fikri bor. Shuning uchun siz komment yozib ketsangiz bo'ladi, qaysini nechinchi o'ringa qo'yishni. Ya'ni o'rini yo'q, faqat o'sha top 5 talikni o'zim aytib o'taman. O'ringa qo'yish bu sizni variantingizga bog'liq bo'ladi. Va yana bitta qo'shimcha, bu faqat taxtlar o'yini davri sodir bo'lgan periodni o'zini ichiga oladi. Ya'ni biz afsonalardan masalan Ser Artur Dane yoki Robert Baratheon, Ned Stark o'sha prime davri ular haqida emas, asosan shu taxtlar o'yinida biz serialda ko'rgan jangchilarimiz haqida gaplashamiz. Boshladik. Taxtlar o'yini sodir bo'lgan davrda ko'pchilikning top 5 ligida Jaime Lannister tabiiyki bo'lsa kerak. Sababi Jaime Westerosning eng iste'dodli va tabiiy iqtidorga ega bo'lgan qilichbozidir. Gap shundaki, Jaimening mushak xotirasi shunchalik rivojlanganki, u qilichni xuddi tanasining bir qismidek qilib ishlatadi. Bu o'rtacha qilichbozdan yillab mehnatni talab qilsa, Jaimeda bu tabiiy va tug'ma qobiliyat hisoblanadi. Uni zarbalari o'ta aniq va ortiqcha harakatlardan xolidir. Jaime Lannisterda Westerosni Messisi desa ham bo'ladi. Jaimeni jang qilishdagi yana bitta eng katta ustunligi bu uni o'zini raqiblarini uslubini o'qiy olishidir. U raqibning keyingi harakatini ko'z qarashi yoki yelka qimirlashidan oldindan seza oladi va shunga ko'ra himoyaga yoki qarshi hujumga o'tadi. Jaimeda tug'ma qobiliyat bo'lganiga qaramay, uni o'zini ustida ishlaganini ham biz aytib o'tishimiz kerak. U juda yoshligidayoq Westeros afsonalaridan, ya'ni Ser Artur Dane va Ser Barristan Selmay'larni ta'limini olgan. O'zining prime davriga o'ta yoshligida, ya'ni qirollik o'rmoni birodarligiga qarshi janglarda toblanib yetib kelgan. Uning jismoniy iqtidori ritsarlikning eng oliy darajasi bilan uyg'unlashgan desak bo'ladi. Keyingi jangchimiz Sandor Clegane, ya'ni Ko'ppak. Ko'ppak sal qo'polroq eshitiladi, shuning uchun ingliz tilidagisi o'sha Hound deb chaqira qolaylik. Xullas, Sandor jismoniy kuch, shafqatsizlik va tezlikni mukammal uyg'unligi hisoblanadi. U o'z o'lchamiga nisbatan kutilmagan tezligi bilan ajralib turadi. Uning gavdasi ulkan, deyarli 2 metr atrofida bo'lishiga qaramay, uning tezligi ko'plab yengil vaznli ritsarlarni hayratga soladi. Ko'pincha holatda yirik jangchilarda yetishmaydigan aynan moslashuvchanlik va tezlik Sandorda mavjud. U hattoki og'ir sovutda ham chaqqon harakatlana oladi. Houndning yana bitta eng katta ustunliklaridan biri buni psixologik bosim paytidagi chiqaradigan qarorlari bilan ham bog'liq. Gap shundaki, Sandor ritsarlik qoidalariga, ya'ni sharaf, nazokat bilan jang qilishga tupuradi. U raqibini o'ldirish uchun tishlash, tepish yoki kutilmagan usullardan foydalanishdan tortinmaydi. Shuning uchun ham u o'zini ritsardan ko'ra jangchi yoki Hound deb chaqirishlarini xohlaydi. Nimaga unda kuchli moslashuvchanlik bor? Sababi Sandor o'zini yirtqich akasi, ya'ni Grigor Clegane bilan bir uyda o'sib, omon qolishga majbur bo'lgan. Akasidan himoyalanish uchun u nafaqat kuchli, balki uning halokatli zarbalaridan qochish uchun o'ta tez bo'lishi ham kerak edi. Keyingi jangchimiz Sandorning akasi Grigor Clegane. Gap shundaki, Grigorni yirik, ya'ni g'ayritabiiy tanasi uni jangda to'xtatib bo'lmas mashinaga aylantiradi desa ham bo'ladi. Gap shundaki, deyarli 2 metr bo'lgan va qoya nomi bilan mashhur jangchi o'zini ayovsiz va shafqatsiz fe'li bilan tanilgan. Odatda ikki qo'llab tutiladigan ulkan qilichni, ya'ni Great Sword deyiladi, u bir qo'lida xuddi xanjar kabi yengil o'ynata oladi. Uni bitta zarbasi dushman qalqonini, sovutini va dushmanni o'zini o'rtasidan bo'lib yuborishga qodirdir. U shunchalik kuchliki, oddiy odam ko'tara olmaydigan darajada qalin po'lat sovut kiyadi. Uning uzun bo'yi unga raqibni uzoqdan yo'q qilish imkonini beradi. Ya'ni u normal shakldagi odam emas va o'zini qobiliyatlarini qilich bilan yaxshilagan jangchini albatta to'xtatish juda qiyin masala. Grigorda nega bu qobiliyatlar shakllangan? Gap shundaki, u gigantizm kasalligiga chalingan. Endi buni kasallik ham deb bo'lmasa kerak. Va unda unaqa texnika yoki qanaqadir uslublar yo'q jang qilishda, chunki bunga hojat ham yo'q unga. Keyingi jangchimiz Tartlik Brianna. Nimaga u top 5 da? Sababi unda intizom, g'ayrioddiy jismoniy kuch va cheksiz chidamlilik, ya'ni stamina bor. Briannani boshqa jangchilardan ajratib turadigan eng katta plusi bu uni jang maydonida raqibini charchatib qo'yishga ustasi farangligidir. Ya'ni boshqa jangchilar unchalik muhim emas deb o'ylaydigan staminani yoki charchamaslik qobiliyatini Brianna o'zida rivojlantirgan. U og'ir zarbalarni qabul qilsa ham o'zini muvozanatini yo'qotmaydi. Qo'shimchasiga Brianna asosan himoyada turib raqibini barcha zarbalarni qaytaradi. Raqib charchab xato qilgan lahzadayoq o'ta aniq va kuchli qarshi hujumga o'tadi.
Buni biz Sandor Clegane'ga qarshi bo'lgan jangda ko'rishimiz mumkin. Qanaqa qilib bu qobiliyatlar Briannada shakllangan? Gap shundaki, u ayol kishi bo'lgani uchun uni ritsarlik orzusini ustidan hamma kulgan. O'z qobiliyatini isbotlash uchun u erkaklardan 2 barobar ko'proq shug'ullanishga majbur bo'lgan. Uni ustozi Ser Gudwin unga raqibning Brianna shunchaki ayol, uni tezda yengaman degan kibridan foydalanib, ularni charchatish strategiyasini o'rgatgan. Top 5ligimizdagi yana bir muhim jangchi bu Oberyn Martel. U nayzabozlik, akrobatika va tezlik bo'yicha tengsiz jangchi hisoblanadi. Uni jangovar qobiliyatlari va uslubi asosan ekstremal moslashuvchanlik va tezlik bilan bog'liqdir. Oberyn og'ir sovut kiyib jang qilmaydi. Buni o'rniga u akrobatik sakrashlar, aylanishlar orqali og'ir dushman zarbalaridan mutlaqo qochib qutula oladi. O'sha Gregor Clegane bilan jangni eslasak bo'ladi. Yana bir muhim qo'shimcha, u qilich o'rniga nayza ishlatgani sababli dushmanni o'ziga yaqinlashishiga yo'l qo'ymaydi. Nayzasining uchiga har doim o'ta kuchli zahar surtilgan bo'ladi. Hatto bitta kichik tirnalash ham dushmanning halokatiga sabab bo'lishi mumkin. Qanaqa bu qobiliyatlar Oberyn Martelda shakllangan? Sababi Oberyn yoshligida Essesga, ya'ni o'sha erkin shaharlarda atrofida sayohat qilib yuradi va u yerdagi yollanma jangchilar guruhlarida yengil sovutda harakatlanish sirlarini o'rgangan. Uning egiluvchanligi va tezligi Dorn xalqining issiq iqlimdagi jangovar uslubiga, zahar tayyorlash mahorati esa Citadelda o'qigan bilimlariga asoslanadi. Bilaman, Jon Snow yoki Robb Stark kabi jangchilarni bu ro'yxatga kirgizmadim, sababini keltiraman hozir. Jon Snow jang uslubiga to'xtalsak, asosan o'ta yuqori moslashuvchanlikka ega, instinkt va g'azab, ya'ni adrenalin yordamida jang qiladi. Jon ko'pincha chidab bo'lmas vaziyatlarda genetikasi orqali, ya'ni Stark va Targaryenlarda uchraydigan qat'iyat yordamida tirik qoladi. Nega u top 5 da emasligining sababi esa Jonning uslubi ritsarlik texnikasiga emas, asosan survival, ya'ni omon qolish uslubiga aylanib ketgan. Agar u Jaime yoki Oberyn kabi aniq taktik duelchilar bilan yuzma-yuz kelsa, soft texnika yetishmasligi pand berishi mumkin. Endi Robb Starkka ozgina to'xtalib o'tamiz. Gap shundaki, uni qobiliyati asosan ot ustida harakatlanish va strategik qarorlar qabul qilishiga borib taqaladi. U jang maydonida bo'risi bilan sinxron hujum qila oladi. Nega top 5 ga kirgizmaganimning sababi esa u duelchi emas, u asosan sarkarda hisoblanadi. Yakkama-yakka qilichbozlikda u Jon Snowdan ham oqsashi mumkin. Uni g'alabalari uning qilich silkitishi emas, qo'shinini to'g'ri joylashtirishi tufayli yuz bergan. Bu bilan men Robbda jang qilish uslubini qanaqadir ma'noda underestimate qilmayapman, shunchaki tepada aytib o'tilgan top 5 ga nimaga kirgizmaganimni sababini keltirishga harakat qilyapman. Xo'p, aytib o'tish kerak bo'lgan yana bir muhim jangchi bu Ser Barristan Selmy. Uni qobiliyatlari asosan mukammal muvozanat, energiyani tejash va jangni to'liq nazorat qila olishidir. U bitta harakat bilan dushmanning zarbasini qaytarib, o'sha harakatning o'zida qarshi hujumga o'ta oladi. Nega top 5 lik ro'yxatiga Ser Barristan kirmadi? Sababi taxtlar o'yini periodi uni 60 dan oshgan davriga to'g'ri keladi. Ya'ni jismoniy prime davri o'tib ketgani uchun shartga ko'ra uni ro'yxatdan qoldirdim. Yana masalan aytib o'tish kerak bo'lgan yaxshi jangchilar bor. Masalan, Tyrionni qutqargan Bron yoki Yussizlardan dars olgan Arya Stark yoki Tyrelllardan bo'lgan Loras Tyrell ham yaxshi jang qiladi. Lekin top 5 ga kirishga menimcha yetmasa kerak. Lekin bu hammani o'zini subyektiv fikriga bog'liq. Albatta sizlar ham o'zingizlarni fikringizni kommentga yozib ketinglar. Top 5 lik sizlar uchun kim? Va o'ringa qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozir men top 5 sanadim, lekin ularni o'ringa qo'ymadim. Faqatgina ro'yxat bo'yicha. Albatta fikringizni yozib ketinglar. Xursand bo'laman. Vaqtingizga rozi bo'linglar. O'ylaymanki bu video sizlarga yoqdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar. Xayr.